Baxtliroq, boyroq bo'lishni xohlaysizmi? Miyangizni trenirovat qilishni o'rgating. Ya'ni yaxshilikni payqashni o'rgating. Har kuni yaxshi narsalarga e'tibor bering. Masalan, qanday go'zal osmon, Xudoyim shunday chiroyli go'zal narsalarni yaratib qo'ygan deb o'zingizga takrorlang. Men o'zimga shunday deb har kuni takrorladim. Bilasizmi? Bir narsani anglab yetdim. Bizning miyamiz siz o'rgatilgan, trenirovat qildirgan itga o'xshaydi. Nimani trenirovat qilgan bo'lsangiz, nimani o'rgatgan bo'lsangiz, u sizga olib keladi. Agar siz 24 ga 7 sezsangiz, o'ylasangiz, faqat muammolarni, problemalarni va hamma narsa qiyin deb fikrlasangiz, keyin miyangiz faqat shuni qidira boshlaydi. Keyin odamlar aytadi: "Men xavotirdaman, har doim xavotirlanib yashayman, baxtsizman, pulda o'smayapman." Keyin sizni miyangiz, ongingiz xuddi tergovchiga o'xshab qoladi. Hayot haqiqatan ham qiyinligini dalil qilib, dokazat qildirishni boshlaydi. Eng qiziqligi, boy va baxtli odamlar yaxshi o'rgatilgan bo'ladi. Ya'ni trenirovanный bo'lishadi. Atrofdagi go'zalliklarni, imkoniyatlarni ko'ra olishadi va quvonishadi. Va foydali bo'ladigan odamlarni bilishadi. Qisqasi, hech bo'lmaganda harakat qilib ko'ring. Buni 3 kun davomida bajarib ko'ring va atrofingizdagi barcha yaxshi narsalarni ko'ra boshlang. Menga obuna bo'ling, izohlarda fikrlash so'zini yozib qoldiring. Men sizni tug'ilgan sanangiz bo'yicha bepullik razbor jo'nataman.